Tungi bedorlar. Qissaning shu joyida 3-dalilga to'xtalib o'tsak. Dasht o'rtasidagi tashlandiq qabriston tobutxonasida yarim kechada duch kelganimiz o'sha qiz 18 yoshlarda edi. Chiroqchadan ko'zlari qamashgani yanada qo'rqinchli ko'rsatdi uni. Tilim kalimaga kelmay qoldi. "Kimsiz?" deb so'radim titrab. "Gulyuzman." Qo'rs javob eshitildi. "Gulyuz, mozorda nima qilyapsiz? Yordam kerakmi?" Bahodir aka sal narida qotib turardi. Ketdik bu yerdan", dedi u. "Yursangiz-chi?" "Nega ketar ekanmiz? Qizni shu yerga tashlab-a?" Shunda qiz tobutxonada yolg'iz qolishdan cho'chigan kabi ilkis qadam tashladi-yu, ochiq havoga chiqqan zahoti ko'zlarining qorasi qochib, shilq etib qumli tuproqqa yiqildi. Bahodir aka ikkimiz mashinagacha ko'tarib bordik. Badani sovib qolgan bo'lsa-da, tomiri urib turardi. Yo'lda hushiga keldi. O'tinib so'ragani shu bo'ldi. "Iltimos, qabristonga qaytaringlar." "Nega? U yerda nima qilasiz? Boshqa hech kim yo'q edi-ku." "Allaqachon tuproq bo'lganman. Qaytaring, iltimos." "Yaqin orada shifoxona bormi?" so'radim haydovchidan. Garchi haydovchi bilan oshna bo'lib qolgan bo'lsak-da, jahl aralash to'ng'illadi. Bildimki, dasht o'rtasida bema'ni savol bermasligim kerak. Qizning badani battar sovib borardi. "O'zingiz bilan katta gunohni olib ketib baraka topaman desangiz xato ustiga..." Qizning tili zo'rg'a aylanardi. "Xato qilasiz. Aka, qabristonga qaytaring, iltimos." Nimalar bo'lganini aytsin, gaplari buncha sovuq. Bahodir aka sigareta tutatdi. Mistika derdingiz do'stim, mana sizga tirik arvoh. Shu qiz haqida yozing endi." "Mayli. Qabristonga qanday kelib qolganimni aytishim mumkin", dedi qiz. "Lekin bir og'izlik gap emas. Tobutxonaga boraylik, aytaman hammasini." "Butun boshli doston, shundaymi?" Nafratomuz gap qotdi Bahodir aka ortiga o'girilib. "Ha aka. Aytmadimmi axir? Ko'hna qabristonning o'rtasidagi chordevorda yarim kechasi timirskilanib yurgan qizning qanday qilib qisqacha tarixi bo'lishi mumkin? Hech ham ishonmagan bo'lardim. Bu yerda zo'r ishqiy sarguzasht bor. Uzun sarguzasht." Shu payt qizning badani lo'q-lo'q qila boshladi. "Nima bo'lyapti unga?" deb aft angoriga qaraganim on ko'zlari yovvoyi mushuknikidek chaqnab ketdi. Mashina suyanchig'iga beixtiyor tislanib qizni qo'yib yubordim. Unga shu kerak ekan, paytdan foydalanib Moskvich eshigini ochdi-da, ko'z ochib yumguncha g'oyib bo'ldi. Oq harir ko'ylagining etagi havoda bir siltanganini ko'rishga ulgurdim xolos. Vaqtimizga mashina asfaltda emas, zulmat cho'kib yotgan dashtning tuproq yo'lida edi. "To'xtating!" hayqirdim haydovchiga. Tormoz bosildi. Bahodir aka shoshganidan sigaretini shimiga tushirib yuborib, cho'g'ni jon jahdi ila polga qoqib tushira boshladi. Ma'zur tutishlaringizni so'rab, shu yerda 3-dalilga nuqta qo'ysam-da, yana qissaga Gulyuz, bahor va hovuzda cho'kib o'lgan yigit kechmishiga qaytsam. 10-avgustda shaharda sodir bo'lmish voqea dasht yo'lida o'zini mashinada tashlagan qiz taqdiri bilan chambarchas bog'liq edi. Nafaqat chambarchas bog'liq, bu o'sha Gulyuzning xuddi o'zi-ku, deysizmi? Yo'q, shoshilmang. Dahshatli voqea quyidagicha boshlangan. Shunday qilib, shanba kuni Maya opa qarsagini chalib qiz juvonlarni atrofiga to'pladi. "Bugun qo'y so'yilishini hamma biladi-ya", dedi tamshanib. "Xo'jayin shanba kuni mulla chaqirib qo'y so'ydiradi. Biz u yoq, bu yoqni tozalaymiz degandim. Qani, hamma supurgi, chelaklarni olsin. Farida, Sohiba, Ro'za opa yo'lakka. Mehriniso, sen oynalarni artasan. Bahor deyapman. Gulyuz, Nodira bilan marhamat qilib hovuzxonaga suv sepib, yaxshilab supuringlar. Ogohlantirib qo'yay, agar kimda kim arvoh-parvoh degan gap gapirsa, qat'iy chora ko'raman. Axir hammamiz zamonaviy, tushungan,
tarbiyali oilalardan chiqqanmiz. Dunyodan o'tganlar haqida voydod, shu atrofda kezib yuribdi deb behurmatlik qilmaylik, yomon bo'ladi. Yomon bo'lish ham gapmi? Deyishdi bir nechta juvon bosh likillatib. Ular Bahorga masxaromuz ayni damda norizo qarab qo'yishdi. Bahor supurgini yulqib oldida hovuzxonaga jo'nadi. Ortidan Nodira ergashdi. Gulyuz ham noiloj odimladi. Hovuzxona eshigi lang ochiq. Ikki rus usta jo'mraklarni burab, hovuzga suv oqizib o'tirishardi. Qizlarga ko'z tashlab, yelka qisib qo'yishdi. "U bo'rkami?" so'radi biri. "Ha", dedi Bahor. "Bugun ma'raka qilinadi, qo'y so'yiladi. Xabarlaringiz yo'qmi?" "Yaxshi", qo'llarini artdi ulardan biri. "Eshitgan, lekin esdan chiqqan. Sizga bir iltimos, suv yarim soat oqsin, keyin burab o'chirish kerak." Uch qiz ishga tushib ketishdi. Yo'lakda ishlayotganlar baland ovozda hazil-huzul qilishar, kulishar, chelaklar taraqlar, ammo hovuzxonadagilarning kayfiyati yo'q edi. Maya opa eshikdan qarab, "Hormanglar", dedi kulimsirab. "Nega tovushlaring chiqmaydi? Iye, suv ochiqmi?" "Ustalar ochib ketishdi." Ustalarning orasida yangi bola paydo bo'lib qolibdi. Sochi jingalak. O'shami? Boya mendan hovuzxonani so'ragandi. "Qanaqa yangi bola?" dedi Bahor. "O'ris ustalar edi." Shunday deb jo'mrakka qaradi-yu, burnini jiyirdi. "Oqizgan suvlari qursin. Zangmi, bo'yoqmi?" Maya opa hovuz yoniga kelib erinmay tomosha qilib turdi. Bir pasda sarg'ish tusga kirgan suvga Gulyuz ham ko'z tashladi. Essizgina, hozirgina tip-tiniq edi-ya. "Ustalarga aytish kerak", tishini kovladi Maya opa. "Qayerdadir quvur-quvur yorildi shekilli." Bahorning kayfiyati soniya sayin tushgandan tushib borardi. Supurgini tashladi-da, eshik tomon yurdi. "Aytasanmi?" ortidan xitob qildi Maya opa. "Dorimni ichib kelaman. Suv bilan nima ishim bor?" Nodira ham uning ortidan ergashgan edi. Maya opa koyib berdi. "Nega dumga o'xshab ergashaverasan-a? Undan ko'ra ayt, dugonangga nima bo'lgan? Qanaqa dori ichyapti?" Nodira eshik oldida yelka qisib bir nafas turdi-da, shoshilgancha chiqib ketdi. "Gulyuz, sen ham hech narsa bilmaysanmi? Ko'nglim bekorga aynamasa kerak. Tinchlikmi ish qilib? Dugona degan bunaqa bo'lmaydi-da." Xuddi kelishib olingandek shu payt yo'lakka Bahorning kuchanib o'xchagani eshitildi. Tomog'iga nimadir chuqurroq tiqildi, nafasi bo'g'ilib, o'lar holatda yo'taldi. Hamma uning atrofiga to'planib, hol ahvol so'ray boshladi. "Hovuzxonada suv oqyapti ekanmi? Kir yuvinib ol", dedi bir juvon. Rangi bo'zday oqargan Bahor unga ma'nosiz qarab qo'ydi. Keyin so'nggi kuchini to'plab qaddini rostladi. Gandiraklab ketgan edi, Nodira suyab qoldi. Yuvinish xonasiga olib ketayotganida atrofdan pichinglar eshitildi. "Hovuzxonada arvoh bor", deb bekorga aytmagan ekanda, qarang, Gulyuz bilan Nodiraga jin ham urmagan. Bunga esa kasri tegibdi. Bo'lar bo'lmas gaplarni gapiravermaslik kerak-da. Nima bo'lganini Gulyuz biladi, so'raylikchi. Qo'lini beliga tirab turgan Maya opa koyib berdi. "Hamma o'z ishini bajarsin. Ming'ir-ming'irni bas qilinglar. Hoy, Sora, poltayog'ing bilan lattang qani? Tozala anavini." "Menmi? Voy, Maya opa, haqorat qilyapsizmi? Hozirgina hamma o'z ishini bajarsin dedingiz-ku. Nega birovning qusug'ini tozalarkanman? Bo'lmasa kim tozalaydi?" Tutuni chiqdi Maya opaning. "Bir soatdan keyin mulla keladi, xo'jayin ham. Agar..." Bo'ldi. Yaqin dugonalarga ayting. Men uzr, Maya opa baribir tozalamayman." "Uzuringni pishirib ye, ayirmachi, hali ko'rasan." "Hoy Nodira, qani u? Bahor bilan yuvinish xonasidami?" Qiz bola bo'lmay ketinglar. Bir-biridan shum bular." Maya opa alam bilan atrofiga ko'z yugurtirdi. Bayni hozir hovuzxonada arvoh borligiga Bahor ishonmagan bo'lsa-da, dugonasi nogohon o'zini yomon his etib qolganidan ajib bir ma'no ko'rdi. Tiriklarning ham, o'liklarning ham ustidan kulish yaxshi emasdi. Balki ko'ngli aynib yurganiga boshqa vaj bordir. Ammo
dunyo ishlaridan saboq olurlik izlarini ko'rish ham anchayin xosiyatli edi. Maya opa, men tozalayman. Bor ekansan-ku, ana, poltayoq bilan latta. Sora, ber. Gulyuz toza suv olib kelish kerak edi. Yuvinish xonasiga endigina jo'namoqchi bo'lganda, Maya opa ochiq eshikdan hovuzxonaga ko'z tashlab dedi: "Zang ham tugab, suv tiniqlashibdi. Shu yerdan ola qol." Darvoqe, bir zumda shunchalar zilol, sharqiroq suvga aylangan ediki, Gulyuz sehrlangandek hovuz yonida bir zum angrayib turib qoldi. Keyin hovuzning beton qirg'og'iga chiqib, jo'mrakka yaqinlashdi. Muzday edi u. Qonib ichkisi kelardi kishining. Ayni damda Gulyuz ortida kimdir turganini his etdi. "Buncha tiniq qarang", deb o'girildi-yu, hech kimni ko'rmadi. Yo'lakdagilar ham o'z ishlariga sho'ng'igan, na birovning soyasi ko'rinar, na ovozi eshitilardi. Suvning shovillashidan bo'lak shovqin yo'q. Tashqi olam sukutga cho'mgan edi go'yo. Shu payt hovuz tubida nimadir tipirchilagandek tuyuldi. Gulyuz tikildi-yu, zang suvning biliq-biliq etganini, 2-3 bor pufakchalar chiqqanini ko'rdi. Nazarida sal avvalroq hovuzxonaga kimdir kirgan edi va suvga yiqilib, hozir o'zini o'nglay olmay yotardi. "Hey, bu yoqqa!" dedi Gulyuz, ammo ovozi bo'g'zidan otilib chiqmadi. Qandaydir bo'g'iq, zaif, begona edi. Yoniga bir qadam tashladi, ammo oyog'i toyib muvozanatni yo'qotdi. U jo'mrakdan ushlab qolish ham mumkin edi, afsuski, farroshning chelagi xalaqit berdi. So'nggi damda chelak hovuzning beton qirg'og'iga urilib, dangirlab, narigi tomonga otilib ketayotganini ko'rdi. O'zi esa bor bo'yi ila kesilgan daraxt kabi xosiyatsiz hovuzning o'rtasiga uchib bordi. Sochlari yoyilib, ko'zlari olayib, qo'llari havoda tinimsiz tutqich izlab yiqildi u. Jon holatda sakrab turmoqchi edi, hovuz tubidagi panjaraga oyog'i kirib qoldi. Og'riqdan ingrab yuborgan edi, og'zi burniga suv kirib, ko'zlari qinidan chiqib ketayozdi. Jon shirin tipirchiladi, va lekin baribir xalos bo'la olmadi. Shu yerda, shu bugun ajalim yetibdi-da degan o'y o'tdi xayolidan. Agar oyoqqa tura olganida edi, suzishni bilmasa ham tirik qolardi, negaki hovuz chuqurligi bo'yidan baland emas. So'nggi lahzalarda xuddi shu yerda oyog'i panjaraga tiqilib, to'ydan bir kun avval ayanchli o'lim topgan kuyov yigitni o'yladi. Bexosiyat joy deganlari rost ekanda. Endi u ham la'natlangan hovuzga cho'kib o'ladimi? Nega yigitning shum qismati boshiga tushmoqda? Ismi Gulyuz ekanligi uchunmi? Ha, juvonmarg kuyovning yori ham Gulyuz. Biroq ismi monand kelsa, aybi nima? Shu tufayli gulday umri xazon bo'lib ketaversa, bu olamning tayanch nuqtasi hisoblanmish adolat tarozisi qayda qoladi? Bugun 10 avgust, falokat bo'lgan kun. Bahor 1000 marta aytdi-ya, xayolidan yashin tezligida o'tdi shu o'y. Gulyuzning hovuzxonaga yolg'iz kirdim. Aqalli bitta dugonam bo'lganida odamlarni yordamga chaqirardi. Onamning holi nima kechadi? Otam-ku namozxon, o'limimdan kelgan aziyatga kitoblaridan taskin topib olaveradi. Onam esa, bechora onam. Qiz adoyi tamom bo'lganini anglab yetdi. Oyog'ini panjaradan chiqarib ololganda edi, ana, 2 qarich yuqorida hayot yorishib, to'lqinlanib turibdi. Oyog'i sinib ketsa ham yana biroz uringanida havodan qo'plardi, yutoqib nafas olardi. Oxir-oqibat Gulyuzning bo'g'zidan g'arqillab havo chiqib, o'pkasi suvga to'ldi-yu, jon achchig'ida tipirchiladi. Keyin esa dunyoni zulmat bosdi. "Gulyuz, ko'zingizni oching", degan ovoz eshitildi. "Gulyuz, Gulyuz." Ovoz olislashib ketdi, ammo zum o'tmay qovoqlarini zo'r-bazo'r ko'tardi. Ko'zlarida suv qalqlanib turar, boshidagi odam ro'yodek ko'rinardi. "Odamni qo'rqitib yubordingiz, indamasa shugina hovuzga ham cho'kib o'lardingiz", dedi yigit. Gulyuzning ko'zlari pirpiradi, keyin engashib turgan yigitni aniqroq ko'rdi. Mayin jilmaymoqda edi u. "Salom",
dedi va negadir yelka qisib qo'ydi yigit. Gulyuz o'rnidan turayotib yana o'qchidi. Bu safar qolgan qutgan suv emas, zardob otilib chiqdi. Oyoqqa turish uchun tayanch kerak edi. Hovuzning beton qirg'og'iga suyanib, qaddini ko'tarmoqqa uringandi. "Hey, hey!" deya yigit tirsagidan tutdi. "Yana hovuzga tushmoqchimisiz? Zo'rg'a qutqarib qoldim. O'lib ketishingiz mumkin edi-ya." "Kimsiz? Qoching. Nargi dunyodaman deb o'ylayapsiz shekilli, a?" "Qo'ying. Qizlar qani? Maya opa, ular..." Yigit atrofga alangladi. Shunda Gulyuz bir qarashdayoq o'zini maftun aylagan xaloskoriga zimdan qarab qo'ydi. U ham boshdan oyoq shalabbo edi. Sochlari xilvirab osilib qolgan bo'lsa-da, aslida jingalak ekanligini payqash mushkul emasdi. Ko'zlarida quvnoqlik, sho'xlik, cheksiz masrurlik jo-bajo ekanligi kishini hammasidan ham hayratga solardi. O'lim changalidan hozirgina xalos bo'lgan esa-da, Gulyuz tirik qolganlik haqida emas, shu ko'zlar haqida o'yladi. Bunday hayotbaxsh ko'zlarni u umrida ilk bor uchratishi edi-da axir. "Dunyoda yaxshi yigitlar ham bor", dedi xayolan. Keyin esa yuz bergan hodisadan benihoya xijolat chekib, qayoqqa qochishni bilmay, qo'nishgancha panaroq joy, to'g'rirog'i o'tirib yig'lashga go'sha axtardi. "Xonangiz 2-qavatdami?" so'radi yigit. "Yuring, chiqarib qo'yaman. Balki doktor chaqirishim kerakdir." "Yo'q, o'zim." Gulyuz noiloj zal eshigi tomon yurdi. "Iltimos, ergashmang, o'zim." Shosha-pisha eshikka yaqinlasharkan, hayajon va qo'rquv xurujida o'z ahvoliga zarracha e'tibor bermagani yodiga tushdi. Oqsoqlanishiga majbur etayotgan shilingan oyoq, ust-boshiga yopishgan uzun-uzun po'panaklar, etagida sudralib ketayotgan yashil iplar to'satdan taqqa to'xtatdi uni. Shartta ortiga o'girilganida yigit hamon jilmayib turardi. Gulyuz dahshat ichra eshik tomon burildi. O'lik sukunat hukm surar. Bir necha daqiqa burun bahorning holini g'iybat qilib, yo'lakni tozalayotgan gilamchi qiz juvonlarning inq etgan sadosi da eshitilmasdi. Gulyuz yo'lakka mo'raladi-yu, hovuzxonaga 2-3 qadam qaytib kirdi. "Menga nimadir bo'lgan, nimadir..." Badanini paypasladi u. "Men o'ldimmi? O'ldimmi? Arvohmanmi men? Yo'q, enajon yo'q." U zalning o'rtasida xosiyatsiz ajal domida turgan hovuz labiga yarador oyog'ini sudrab, shoshib keldida suvga qaradi. Hech qanaqa o'likni ko'rmadi. Yigit jo'mrak qulog'ini burab, shaldirashni to'xtatdi-da, qizdan jimgina ko'z uzolmay turdi. "Maya opa aytgan bo'lsa kerak, men yangi xodimman", dedi yupanch beruvchi mehribon tovushda. "Ismim Norbek, ustaman." Darvoqe, Maya opa ustalarning orasida yangi bola paydo bo'lib qolibdi, sochi jingalak, degandi. Oddiy usta bo'lsa ham ziyrak ekan. Gulyuzning ismini darhol bilib olganini-chi? "Ismingizni bilganimga ajablanyapsizmi?" Bu gal u oppoq tishlarini ko'rsatib kulimsiradi. "Bahor bilan yo'lakda turganingizda oyna orqasida kuzatdim. Ko'rdingizmi? Dugonangizning ismini ham bilaman, chunki qulog'im juda yaxshi eshitadi." Bugun 10-avgust. Suv tinganiga qaramay, yigit jo'mrak qulog'ini kuch bilan buradi. Qizning ko'zlariga qaramay so'radi. 10-avgust? G'alati ohangda aytdingiz. Nimadir nishonlanadigan kunmi? Xuddi shu bugun hovuzga Mavlon degan yigit cho'kib o'lgan ekan, dedi Gulyuz. To'yiga bir kun qolgan ekan. Ertasiga uning arvohi mana shu beton ustida xayol surib o'tirganini ko'rgan hamkasbi jinnixonaga tushgan ekan. Bildingizmi? Aytmoqchisizki, tikildi Norbek. Bugun bexosiyat kun. Kelib shu mahalda yigit o'lgan kunda aynan o'sha soat, o'sha daqiqada suvga yiqilib tushdim. Vaqtni aniq bilishni qadrlarkansiz, lekin gapingizdan shunday ma'no kelib chiqyapti. Bugun ham kimdir o'lishi kerak. Shunaqa. Nihoyat Gulyuz hiqillab yig'lab yubordi.
Anorbek tirsagidan tutdi va eshik sari yetakladi. Judayam irimchi qiz ekansiz. Irimchi ham deb bo'lmaydi. Turgan bitganingiz vos-vos. Agar ozgina o'ylab ko'rganingizda edi, yil davomida biron kun yo'qki, insoniyat tarixida odam o'lmagan bo'lsa. Masalan, bugun, ya'ni 10-avgustda ming yillar davomida kimlar vafot etmagan ekan? Birov olovda yongan, kimnidir nayza bilan o'ldirishgan, menga o'xshaganlarni esa Gulyuz bunday gaplarga toqat qiladigan holatda emasdi. Qo'lini tortib olib, yuvinish xonasi tomon qochdi. Tashlab ketilgan poltayoq, supurgi, chelaklar vahimali tuyulardi kishiga. Axir odamlarning birdan g'oyib bo'lib qolishi kimni vahimaga solmagan? Yuvinish xonasida ham tirik jon ko'rinmadi. Eshikni ichkaridan tambalab dushga kirdi. Iliqqina suv tagida bir oz turgach, oyoqlaridan mador ketib, devorga suyandi. So'ng beholgina tiz bukib o'tirib qoldi. Bir necha soniya o'tdimi, daqiqami bilmadi, qo'qqisdan kimdir eshikni gurs etib urdi. Qah-qah urib kulib yubordi. Gulyuz dahshat ichra eshik tutqichiga tikildi. Kulayotgan ayol bor kuchi bilan tutqichni pastga bosar, ammo ocha olmas. Battar kuch berardi qo'liga. "Nega ochilmayapti?" qichqirdi u. "Hoy, kim bor? Voy, ichkarida hech kim yo'q edi-ku, kimni chaqiryapman?" Ko'p o'tmay, qulfning bardoshi tugab, eshik sharaqlab ochildi va Maya opaning kulgidan qizargan yuzi ko'rindi. U Gulyuzni ko'rib, bir lahza qotib qoldi. So'ngra yo'lakdagilarni chaqirdi. Gilam to'quvchilar turtinib kirib kelishganida Gulyuz voshillab tushayotgan suv tagida tizzalarini quchib diydirab o'tirardi. "Dushda kiyimlari bilan o'tiribdimi?" dedi qizlardan biri qo'rquv aralash. "Unga nima bo'lgan? Tinchlikmi?" "Bugun ikki dugona biz bilan qo'pol hazil qilyapti", deb oshpaz tiqilinchda o'ziga yo'l topib yo'lakka chiqib ketdi. "Ha, bularni jin uribdi", dedi Maya opa va og'ziga to'ldirib suv oldi-da chayqadi. Inqirozga uchragan korxonaning qarovsiz binosini sotib olgan biznesmen, ya'ni Bahorning tog'asi Mulla bilan birga keldi. U ulug' rejalari haqida gapirib, bu yerda gilam sexi vaqtincha faoliyat yuritayotganini qistirib o'tdi. Zero binoda 20 ga yaqin erkak ustalar ta'mirlash ishlari olib borayotgan ayni damda so'l qanotda qiz juvonlar gilam to'qiyotgani, kechalari shu yerdagi yotoqxonada tunayotgani Mullaning oldida hijolatbozlikka vaj bo'lishi mumkin edi. "Kuyov yigit o'lgan xonani ko'rsating", dedi Mulla. Biznesmenning gapi tugashini sabrsizlik bilan kutgach, erkaklar hovuzxonaga kirgan damda Gulyuz 2-qavatdagi yotoqxonada karavati yonida kiyimlarini almashtirmoqchi edi. Oyoq terisi shilinganini aytmasa, unga hech nima qilmagandi hisob. Shuning uchun bo'lsa kerak, hovuzga yiqilib tushgani haqida gilamchi qizlardan boshqa hech kim eshitmadi. Gulyuz ish bilan kirgan Maya opadan Bahorni so'radi. "Poliklinikaga olib ketishdi dedim-ku, yomon narsa yeb qo'yganga o'xshaydi. Ko'ngli aynib, qayt qilganda nima xayollarga bormabman-a? Oyog'ing og'riyaptimi?" "Yo'q, Maya opa, ustalar shu yerdami?" "Shu yerda. Jo'mrakni sen buradingmi? Rosa mahkamlab tashlabdi deyishdi. Xo'jayin bilan mulla ham kelishdi. Nima kasofat bo'lsa hammasini o'qib tashlaydi. Rosa dami o'tkir mulla ekan. Aytgandek, hovuzga yiqilib tushganingdan xo'jayin bexabar. Sen ham aytmay qo'ya qol, xo'pmi? Eshitsa bizga gap tegadi. Hovuzga yiqilib tushish tugul, hovuzxonaga hech kim kirmasin deb tayinlaganini qorovul hozir aytib o'tiribdi. Nega unda xo'jalik mudiri bizga supurib sidiringlar, dedi hayronman. Bular arvohdan juda qo'rqishar ekan-a? Hammasi bo'lmag'ir safsata. Qani endi tur. Biz ham Fotihaga qo'l ochaylik. Ular 1-qavatga tushib, yo'lakda turgan qiz juvonlar safiga qo'shilishdi. Ochiq eshikdan hovuzxonadagi erkaklar ko'rinib turardi. Gulyuz o'limdan xalos etgan usta yigitni axtarib, erkaklar qatoriga bir qo'r ko'z yugurtirdi, ammo ichkaridagilar go'yo bir xil qiyofa kasb etishgan. Anorbekni topish mushkul edi. "Ayollar eshikning oldida turmasin", dedi xo'jayinning yordamchisi Maya opaning yoniga oyoq uchida kelib. "Texda Fotiha qilsalaringiz ham hisobga o'taveradi." Shu payt mulla qad rostlagan edi. O'ziga yarashiq soqoli yuzi erkaklar orasida yalt etib ko'zga tashlandi.
O'tkir nigohi ayollarga qadalganini ko'rgan xo'jayin yordamchisining kapalagi uchib ketdi. Aytdim-ku, tez-tez jo'nanglar. Biroq u birinchi gapini ham, keyingisini ham zalning o'rtasidagi mulla eshitmaydigan tarzda salkam pichirlab gapirgandi. Maya opa siltab tashladi. Nega hovliqasiz? Ayollar odam emasmi? Duoni eshitib shu yerda amin qilamiz. Bu paytda mulla ayollar tomon yurdi. Hamma, xususan korxona xo'jayini ham gap nimadalig'iga tushuna olmay hayron qarab qoldi. Haqiqatdan mulla bir qarashdayoq nafasi o'tkirligi seziladigan allanechuk sirli shaxs edi. Chuvak yuziga ingichka qora soqoli yarashgan, ko'zlarida o'limlik falsafasi. Tikilibroq qaragan odam erta-indin men ham o'laman, lekin narigi dunyodan sizchalik xabardor emasman. Gunohlarimdan qutqaring, go'rimda ilonlarga yem bo'lishni istamayman, deb oyog'iga yiqilib yolvorgisi kelardi. U negadir havoni hidlagandek tuyuldi Gulyuzga. Bu holni boshqa ayollar ham sezib, mullaga yanada qiziqish va hayrat bilan boqishdi. Oralaringizdan kim hovuzga tushib chiqdi? So'radi mulla. Maya opa seskanib o'z xodimasiga qaradi. Gulyuz ham beixtiyor qalqib tushdi. Mulla, sizmi qizim? Deb Gulyuzga murojaat etdi. Darrov kim chaqib qoldi-ya? Shivirladi Maya opa. Hech kim chaqqani yo'q. Gapni og'zidan oldi mulla. Bu qizimiz hovuzdan uzuk topgan. O'lgan kuyovning nikoh uzugini. Iltimos qaytarib bering. U xosiyat keltirmaydi. Aytmoqchimanki, buyurmaydi. Men Gulyuzning rangi bir zumda oqarib ketdi. Bo'lgan voqea kaminaga ayon degan ma'no mullaning ko'ziga balqib chiqdi. Bu qanday tuhmat? Shuncha odamning oldida sharmisorlik, dedi Gulyuz o'ziga o'zi. Biroq Maya opa bilagidan tutib barmog'idagi uzukni sug'urib olishga urinayotganda sho'rlik Gulyuz chinqirib yuborayozdi. Yo alhazar, barmog'ida sarg'ish nikoh uzugi yaltiramoqda edi. Ko'zsiz, qalin, yarqiroq tilla uzukni ilk bor ko'rib turishi. Boya garangsib e'tibor bermaganiga lol edi u. Nahotki marhum yigitning nikoh uzugi bo'lsa. Uzuk ha deganda chiqavermadi. Shunda mulla tasbeh donalarini shirq-shirq o'tkaza boshladi. Lablari betinim pichirladi. Bir necha soniya shu tariqa o'tgach dedi. Qiynamang. Mayli, qachon yechilsa o'shanda qaytarib beradi. U zal o'rtasidagi hovuz oldiga qaytdi. Xudoyiga so'yilgan qo'yning qoni shekilli Gulyuz polda qon izlarini ko'rib, ko'ngli behuzur bo'ldi. Buning ustiga korxona xo'jayini g'azab bilan kiprik qoqmay kuzatib turardi uni. Mulla joyiga o'tirganda xo'jayinning yuzida soxta bo'lsa-da, har qalay tabassum jilva qilgani ko'pchilikka taskin berdi. Tez orada jimlikni buzib, mullaning qiroat bilan o'qiyotgan surasi mayin suzib, dillarni sarxush ayladi. Cho'kib o'lgan yigitning alamzada ruhini da allaladi ehtimol. O'lim hodisasida bundan ortiq malham yo'q edi. O'lganlarga ham, qolganlarga ham. Gulyuz esa bosh egib, ha deb chiranar, hech kimga sezdirmay uzukni sug'urib olishga urinardi. Qaniydi chiqa qolsa, tortqilashdan naf yo'qligini anglasa-da, yonveriga o'g'rincha boqib, maqsad bemaqsad najot axtardi. Bu yerda baribir uzukni chiqarishning iloji yo'q. Shu lahzada u kimdir kuzatib turganini sezdi. Ha, hozirgina yon tomonga qarab qo'yganida, orqaroqda yo'lak muyulishida birov tikilayotgandek tuyuldi. O'girildi-yu Norbekni ko'rib bir muddat og'iz ochgancha qotdi. So'ngra miyasidan 100 o'y xayolni o'tkazib bosh egdi. Bu o'y xayollar bir xil mazmunda edi. Turaversammi, orqaga tislanib chiqsamchi, ortiq chidolmayman. Bular chaqirib qolsa-chi? Yo'q, ketdim. U jur'at va tavakkal daldasi bilan sekin tislanib, oshpaz xotinga turtinib ketdi. Keyin yana bir qizga urildi. Hech kim undan qayoqqa deb so'ramadi. Bunga qarang. Gulyuz yigitga uzukni ko'rsatdi. Tuhmatga qoldim. Men hovuzdan topib olib taqqan emasman. Ular shunday deyishyapti. Iltimos eshitaylik. Zorlandi yigit o'qilayotgan so'ralarga quloq tutib.
Mayli eshiting, lekin mabodo siz taqmadingizmi? Nimani? Uzukni. Bunimi? Ha, men taqdim, dedi Norbek. Gulyuz toshib kelgan yig'ini ichiga yutib chopib ketdi va bir zumda yo'lak oxiriga yetdi. Yigit ham noiloj ergashdi. Kallangiz joyidami? Gulyuz shart o'girildi-da, xaloskoriga to'lib toshib gapira boshladi. Nega taqasiz? Buning uchun ularga o'zingiz javob berasiz. Undan ko'ra qutqarmaganingiz yaxshi edi. Hoziroq borib hammaning oldida ayting. Demak, sizning uzugingiz emas ekanda? Albatta meniki emasdi. Nima, turmush qurgan deb o'yladingizmi meni? Men ham shunga hayron bo'ldim. Qoshlaringiz terilmagan, dedi yigit. Uyatsiz. Norbek qizning sha'niga tegadigan qanday gap og'zidan chiqqaniga tushuna olmay yelka qisdi. Kechirasiz, nega uyatsiz ekanman? So'radi u. O'ylab gapiring-da. Shundoq ham sizni deb shu yerga keldim. Ko'zlari pirpiradi yigitning. Nega o'ylamay gapirar ekanman? Meni deb shu yerga keldingizmi? Bo'ldi, yetar. Qutqarganingiz uchun rahmat. Gulyuz yana bir uringan edi, uzuk barmog'idan sirg'alib chiqib ketdi. Mana, xohlasangiz mullaga bering, xohlasangiz olgan joyingizga otib yuboring. Endi xayr. Qaysi ma'noda tushundingiz? Mullani tinglash o'rniga shu yerga yo'lak oxiriga keldim deyapman. Sizni ko'rish uchun korxonaga ishga o'tdim demadim chog'i. Juda ham biqiq muhitda o'sgan gul ekansiz. Quyosh nurini ko'rish uchun men qancha azob chekkanman. Siz esa... Norbek uzukni mahkam qisib, yo'lak muyulishida ko'zdan yo'qoldi. Yo'lakda qiz juvonlar ortida turib duoga qo'l ochdimi yoki erkaklar o'tirgan hovuzxonaga kirdimi? Gulyuz ko'rmadi. Mulla uzukni qaytib so'ramadi. Qizlardan biri hovuzga yiqilib tushganini, barmog'iga marhumning nikoh uzugini taqqan qizni sevib qolgan mulla haqida korxonada do'g-do'g gap tarqaldi. Uzukni ko'rmoqchi bo'lganlarga Gulyuz yo'lakda sodir bo'lgan voqeani aytib berib qutuldi. Meni ishdan bo'shating, dedi Maya opaga. Tez e'lon qilinishga ham kam qoldi. Bo'pti, nima ham deyman? Hovuzga cho'kib, boshimizni baloga qo'ymaganing uchun katta rahmat. Ish qilib boshing toshdan bo'lsin. Bundan keyin ehtiyotkorlikni unutma. Telefon qilgan edi, universitet yotoqxonasi qorovuli Nafisani chaqirib berishga rozi bo'ldi. Bir falokatdan omon qolganini eshitgan Nafisa go'shakni taraqlatib qo'ydi va yarim soatda korxonaga yetib keldi. Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Dedi jig'ibironi chiqib. Gilam sexda yotib ishlayman deganingdayoq ko'nglim sezgandi. Menga osonmi otangdan siringni yashirish? Xudo ko'rsatmasin, agar o'lib bo'lib qolganingda meni ham tortib ketarding narigi dunyoga. U Gulyuzni universitet yotoqxonasidagi o'z xonasiga olib ketdi. Dushanba kuni test javoblari e'lon qilinishi haqida mish-mishlar yurardi. Talaba qizlar 2 kecha poldagi gilam ustiga joy qilib berishdi. Test haqidagi mish-mishlar rost chiqdi. Odamlar universitet binosini chumoli uyasiga aylantirib yuborishdi. Nafisa ham qishlog'ini ergashtirib, to'dani yorib, e'lonlar taxtasiga yaqinlashdi. Hayajondan bo'lsa kerak, javrardi. Hozir nasib qilgan bo'lsa, bugun bayram. Xo'sh, mana. Yo'q, bu boshqa. Nomeringni boshi o'xshar ekanda. Gulyuz son sanoqsiz raqamlarga qarab, o'z raqamini topolmasligiga ko'zi yetgan ko'yi angrayib turardi. Bilardiki, hozir hayotidagi muhim voqea yuz beradi. Ketdik. Nafisa qo'lidan tortib bir chetga chiqardi. Ko'zlarida achinish zohir edi. O'tolmabsan. Gulyuz, xafa bo'lma, dedi Nafisa. Men ham birinchilik qilganman. Ko'ryapsan-ku, hash-pash degancha o'qishni ham tugatdim. 1 yil o'tadi ketadi xudo xohlasa. Kelgusi yil Gulyuzning ko'zlaridan 2 tomchi yosh dumaladi. Yuzini chetga burib, yelkasi silkingancha yig'lab yubordi. Qishlog'iga bosh egib qaytadimi? Otasi hech qachon o'qishga jo'natmaydi. Uning boshiga ham opalarining qismati tushadi.
Bir yilga qolmay erga berishadi. Keyin esa bu shaharni qachonki bedavo dardga chalinsa, o'limi oldidan davolatishga olib kelishgandagina ko'radi. Balki abituriyentlikning unutilmas lahzalarini, bahorning arvoh haqidagi hazilini, test natijalar chiqquncha gilam sexda ishlayman deb hovuzga yiqilib tushganini, Norbek qutqarib qolganini eslar. Balki hech narsani eslamas. Shu lahzada Gulyuz yana yigitning nigohini his etdi. Xuddi mulla kelgan shanba kunidagidek. Bog' yo'lagiga nazar tashladi-yu, rostdan ham Norbekka ko'zi tushdi. Yo tavba, u sap-sariq guldasta ko'tarib, kulimsirab turar. Qilt etmas, go'yoki atrofida hech zog' yo'q edi. Gulyuz beton ariqchadan beixtiyor hatlab Norbekka yaqinlashdi. Yigit jilmaygan ko'yi guldastani tutdi. Tabriklayman Gulyuz. Yiqildim. Yiqilganingiz uchun tabriklayotganim yo'q, dedi Norbek. Uning nigohida bolalik beg'uborligi, bo'z yigitlarga xos andisha, oshiqlar intizorligi, shu bilan birga qandaydir mung ham mujassam edi. Gulyuz, xafa bo'lmang, gulingizni ola olmayman, deb ortiga qaradi. Yigit bilan gaplashib turganini Nafisa ko'rsa nima deb o'ylar ekan? Qanday rishta tortdi uni bu yerga? Go'yo shaharga universitet talabasi bo'lish uchun imtihon topshirishga emas, Norbek bilan tanishishga kelgandek aybdor sezdi o'zini. Lekin siz baribir shu universitetda o'qiysiz, dedi Norbek. Qayoqdan bilasiz? Yigitning tubsiz ummonlar mavjlanib turgan ko'zi qattiq tikilgandi qizga. Umidingizga quloq soling, dedi Norbek. Gulyuz nima deyishni, qayoqqa yurishni bilmasdi. Vujudida ajib iliqlik uyg'ongan qiz xushyoqim hislaridan uzila olmasdi. Uning baxtiga tanishlari bilan to'lib toshib gaplashayotgan Nafisa yigit qizlar orasiga singib ketdi. "Yuring", dedi yigit guldastasini qo'ldan qo'ymay. "Chekkaroqqa chiqsak degandim. Anavi xiyobon menga ko'p narsalarni eslatyapti. Hayajonli, unutilmas kun Gulyuz." Qiz ilonga tilsimlangandek ergashdi unga. Yigit so'zladi. "Tabriklaganimga hayron bo'ldingizmi? Imtihonning javobi chiqqan kun ham bir bayram. Yiqilgan-yiqilmaganlarning hammasi keyinchalik test javoblari kunini shirin xotiralarga ko'mib eslashadi. Test olinayotgan kunlari universitet tomonlarga yo'li tushsa, entikadi odam. Siz ham topshirganmisiz?" "Men o'qishni yoqtirmasdim. Xatoyim ko'p." Universitet ro'parasidagi kichik xiyobonga o'tishdi. Bu yerda ham tumonat odam o'rindiqlar bilan band edi. Biroq ular yaqinlashgan zahoti chetdagi bo'shadi. Otasidan, akalaridan qattiq qo'rqqan qiz ayrim tasodiflarni hisoblamaganda yigit zotiga hamroh bo'lmagandi. Endi kechagina sexda tanishgan notanish yigit dardkashi, boz ustiga gul ko'tarib izidan kelgan. Gulyuz hozir shu haqda o'ylab, shahardagi go'shalarda juftliklar sirlashib o'tirishini tushungandek bo'ldi. Bu ko'z uchun emas, ko'ngil ehtiyoji ekan. Yuragiga qil sig'mayotgan chog'da kutilmaganda Norbekning yonida allanechuk ovutilgandek his etdi o'zini. "Testdan o'tolmaganingiz uchun bunchalik xafa bo'lish yaxshi emas", dedi Norbek. "Hayotdagi boshqa imtihonlardan o'tyapsiz-ku, shuning o'zi ham yaxshi baho. Nahotki guldastamni olmasangiz?" "Yo'q, Norbek aka, to'g'ri tushuning. Gullarimning aybi nima? Hayotdagi boshqa imtihonlardan o'tyapsiz deysiz. Otam bunda yurganimda imtihon qilsa, o'tolmayman. Gullaringizning ham aybi yo'q. Otangiz qaysi yomon ishingiz uchun imtihondan o'tkazmagan bo'lardi?" Yigitlar bilan gaplashishni qat'iyan taqiqlagan. Norbek kulib yuborgan edi. Guldasta silkinib, sariq barglardan biri to'kildi. Ingichka, zaif kulgu Gulyuzning qulog'iga chalingandek tuyuldi. "Men uchun o'tkazmagan bo'larmidi?" "Ha", dedi Yulduz. "Men nima yomonlik qildim?" Chetdan qarab, noto'g'ri xulosa chiqarishadi. "Otangiz qishloq mullasimi? Men haqimda so'rab surishtiribsiz-da. O'limdan qutqarganingiz uchun sariq gullar ko'tarib yuribsizmi, yo buning ham boshqa ma'nosi bormi?" "O'limdan? Siz o'lim haqida nimalarnidir bilasizmi?"
Peshonasidan chiziqlar ko'rindi Norbekning. Hovuzda o'lib qolishi mumkin edi, agar siz qutqarmaganingizda. Bundan chiqdi, siz ham o'shanaqa ekansiz-da. Qanaqa? Sariqni ayriliq ramzi deb hisoblaydigan, o'limga o'xshatadigan. Yo'q. Agar sariq rang ayriliq keltirganida hech kim sariqqa yaqinlashmasdi. Masalan, sariq mashinalar, sariq ko'ylaklar, sariq kitoblar. Bilasizmi, Gulyuz? Anavi sveto'fordagi sariq rang ogohlantirish ma'nosini anglatadi. Sariqdan keyin yo qizil, yo yashil chiroq yonadi. Dedi Gulyuz mutelik bilan. Guldastam, rostini aytsam, xuddi svetofor chirog'idek. Qayta izohlab o'tirishimga hojat bormikan? Gulyuz bosh silkidi. Guldastam siz uchun yo qizil, yo yashil yo'l paydo bo'lishidan darak beradi. Gulyuz, qaysi birini tanlaysiz? Yigitning nima demoqchiligi kunday ravshan edi. Jingalak sochlari nogahoniy epkinda hilpiragandek tuyuldi. Lablari jilmaydi. Sezilar-sezilmaz kulgichlari ham bor ekan. Bir-birimizni tushundik, demak baxtlimiz. Shu ma'no aks etardi Norbekning chehrasida. Yigitlar bunday odobli, yoqimtoy, shirinsuxan bo'lishini Gulyuz kutmagan edi. Ular qizlar kabi odam, qizlar kabi yaxshilik istaydigan xilqat ekan-ku. Nega qishloqda hech bo'lmasa sinfdosh yigitlar bilan yayrab gaplashib yurishiga otasi, akalari qo'ymaydilar? Qolaversa, begona yigit va begona qiz do'st yoki aka-singil tutunishi mumkin. Buning nimasi yomon? Mabodo oshiq-ma'shuq bo'lishsa-yu, bir-birining qo'lidan ham ushlamasa va sovchilarga rozilik berilgachgina turmush qurishsa, jinoyat nimada? Oling, Gullarim xafa bo'lmasin, dedi Norbek. Gulyuz endi taklifni rad eta olmasdi. Do'stlik uchun bo'lsa mayli. Guldastalar jon kirgandek yashnab ketdi qizning quchog'ida. Shaharga birinchi marta kelishingizmi? Otamning mulla ekanini bilarkansiz. Bundan ham xabardor chiqarsiz? Ha, darvoqe. Bosh egdi yigit. Ko'p narsadan xabarim bor. Mening esa hech narsadan xabarim yo'q. Nega siz hamisha o'zingizni past tutasiz? So'radi Norbek. Bilmayman, yiqildim, qo'rqaman. Qo'rqaman demadim-ku. Ko'zlaringiz aytib turibdi. To'satdan yigitning nigohida xavotir uchqunlari o'ynadi. Yuragi nogohon chimillab sanchiganga o'xshadi. Gulyuz, men haqimda qanday fikrdasiz? Buni ham bilaman, lekin shuni xohlaymanki, hozir so'raydiganimni, iltimosimni, o'tinchimni o'ldirmang. So'rangchi, ko'ramiz. Ko'zlarini olib qochdi qiz. Shaharda qoling, Mirza Kamol akaning sexida ishlang. Nima? Gulyuz ilkis bosh ko'tardi. Norbek yurakdan ezilib o'tingani shumi? Sizni sevaman, sovchi yuboraman degan gaplarni kutgandi. Chunki qanchalik tirishmasin, bu yigit aka-singillik yoki do'stlik uchun kelganiga o'zini ishontira olmasdi. Mirza Kamol akaning sexida ishlang, hazin ohangda takrorladi Norbek. Ishga o'tishingizga Bahor yordam beradi. O'tinib so'rayman. Meni hozirgi ahvolimda faqat siz xalos eta olasiz. Boya ham aytdim, albatta shu universitetda o'qiysiz. Menga ishoning, bir umr sexda qolmoqchi emassiz-ku, to'g'rimi? Men esa umrbod qolib ketishim hech gap emas. Haqiqatdan yigitning yuragi sanchdi shekilli, ko'ksini ushlab, ko'zlarini yumdi. Yaxshi qizsiz. Sizday qiz topilishini bilardim. Taqdir menga so'nggi marta imkoniyat berdi. Iltimos, sex binosiga boring. Qishlog'ingizga ketib qolmang. Tushunmadim. Xavotirlandi Gulyuz. Shoir tabiatroqman, qo'rqmang. Yigit chehrasini zo'rma-zo'raki ochdi. Yomon ma'noda taklif etmayapman. Nega umrbod qolib ketasiz? Kimdan qutqarishim kerak? Bu hozircha sir. Bahorning tog'asidanmi? Qiz savollar bergan sayin o'rtadagi pardani unutib, yigitning eski tanishiga aylanib borayotganini sezmasdi. Hozircha buni tushunmaysiz, Gulyuz. Bosh chayqadi yigit. Men onamning yakkayu yolg'iz o'g'li edim.
Erka o'sdim. Ichadigan odatim bor edi. Hozir ichmayman ham, chekmayman ham. Bahorning tog'asi zo'r odam. Uni umuman aloqasi yo'q. Xolasizmi? Bir yigit siz tasavvur ham qila olmaydigan joydan kelib yordam so'rab turganida iymonli qiz qanday ham yo'q desin. Shundaymi? Uydagilarim shaharda bir kun ham qoldirmaydi. Ularga rostini ayting. Yolg'on aytsam ham qolishim dargumon. Bir qarorga kelishingiz o'zingizga bog'liq. Iltimos, qishlog'ingizga ketmang. Sizdan abadiy minnatdor bo'lardim. Xiyobon yoniga mashinalar to'plandi. Svetoforning yashil chirog'i qayta yonguncha sukut cho'kdi o'rtaga. Siz qayerdansiz o'zi? Dedi Gulyuz. Gulsaroydan. Gulsaroy dedingizmi? Qayerda u? Gulsaroy, ya'ni gullar saroyi. Toshkentga yaqin. Bir kun borasiz qishlog'imga. Yigit ma'noli nigoh qadadi. Nafisa opam axtarayotgandir. O'rnidan turdi Gulyuz. Keta qolay. Gul uchun rahmat. Gulni olib, qo'limni qaytarmaganingiz uchun sizga ham rahmat. Biz bir-birimizga kerakmiz. Sexda kutaman, Gulyuz. Balki. Hozir menga juda ham ishonib qolmang. U ilk bor yigitga ochiq so'zlagani uchunmi, xuddi quchog'iga o'zini topshirayotgandek badani jimirlab ketdi. Qiz aniq javob aytmagan bo'lsa-da, yigitning o'tinch olovini so'ndirmadi. Davlat testidan o'tolmaganini eshitgan otasidan shaharda yana bir yil qolishni so'rash befoyda edi. Padar hukmi Gulyuz uydan chiqayotgandayoq o'qilgan va 10,000 yillik toshbitik singari o'zgarmas edi. Ikkisi hozircha ayro tushdi. Gulyuz xiyobon etagiga yetgach, universitet darvozasida kimnidir qiyqirib quchgan qizni ko'rdi. Qiz shunchalar baxtiyor ediki, bir soniya ham tinch turmas. Goh chapak chalsa, goh echkidek sakrar, raqs ham tushardi. Angrayib qolgan Gulyuz bir necha kiprik qoqqulik fursat o'tibgina uni tanidi. Bahor. Salom Gulyuz. Quchoq ochdi u. Tabriklang, o'qishga o'tdim. Sizchi? Voy, yiqildingizmi? Nega? Bo'lmadi. Gulyuzning ko'zlarida yosh halqalandi. Voy, yig'lamang. Balki raqamlaringizdan adashtirishgandir. Yaxshilab qidirdingizmi? Qaradim. Ular jimgina quchoqlashdilar. Shu payt jinnimisiz? Deb ortiga tisarildi Bahor. Shaharda sariq guldasta ko'tarmaydi hech kim. Qayerdan oldingiz? Nafisa axtarib yurgan ekan, yig'layotgan Gulyuzni ko'rib koyib berdi. Nega yig'laysan? Yig'lama. Shuni ham endi katta fojia deb o'ylayapsanmi? Biliming yetmagan bo'lsa, kelgusi yilgacha tayyorlanasan. Nega sariq guldasta ko'tarib yuribsan? Tashla-ye. Nafisa guldastani yulib olib, chiqindi qutisiga uloqtirdi. Otamni bilasiz-ku, Nafisa opa, hiqilladi Gulyuz. Yanagi yilgacha o'qishga tayyorlanishimga ruxsat bermaydi. Otang tushunmasa, o'zim tushuntiraman. Yupatgan bo'ldi Nafisa. Yaxshisi, yolg'onni qo'shib chatamiz. O'qishga o'tdi deb aldaymiz qishloqni. Bitta shartim, keyingi safar albatta o'tasan. Meni yolg'onchi qilib qo'ymaysan, xo'pmi? Shundoq ham seni deb ko'p yolg'onchi bo'lyapman. Faqat yig'lama, yig'ishtir ko'z yoshingni. Mana shpargalkalarning foydasi, dedi Bahor quvlik ila yal-yal yonib. O'tgan yili yiqilib, ko'zim moshday ochildi. Nega odam hamma narsani to'g'rilikcha hal qilishi shart deb o'ylashi kerak? Ayyorlik nima uchun o'ylab topilgan? Muammoni hal qilish uchun-da. Men unday qila olmayman, mo'ltiradi Gulyuz. Otangizni aldamoqchi emasmisiz? Hayronligini yashirmadi Bahor. O'qiyapman desangiz, shaharga kelib tekshirmaydi-ku. Nafisa opadan so'raydi. Ha, o'qiyapti deydi. Muammo hal. Shpargalkalardan ham foydalana olmayman. Otamni ham alday olmayman. Yerga qaradi Gulyuz. Nima qilsam ekan? Boshim qotdi. Ko'chadan ariq chiqsa sakraysanmi? Dedi Nafisa koyib. Manzilga yetish uchun ham sakraysan. Nima qipti?
tekis yo'lingda ariq chiqqanda bir marta sakrasang. Gulyuz shu topda yana Norbekning nigohini his etib, xiyobonga ko'z tashladi. Yigitning zorlanishi qulog'i tagida jaranglagandek tuyuldi. Shaharda qoling, iltimos. Meni qutqarishingiz kerak. Bahor oilasidan suyunchi olishi uchun vodiyga qanot qoqdi. Shu kecha Gulyuz universitet yotoqxonasida Nafisaning yonida mijja qoqmay tong ottirdi. Xo'sh, nima qilamiz, o'rtoq abituriyent? Yuz qo'lini yuvgan Nafisa uning karavati yonida to'xtab, sochiqqa artinishda davom etdi. Ko'zing muncha qizarib ketibdi, uxlamadingmi? Qishloqqa ketmayman, opa. Bir nuqtaga tikildi qiz. Otangga-yu butun qishlog'imizga yolg'on gapirib menga nima zaril? Jahlim chiqayotgani shuki, nega aynan bizning qishloqda maktabni tamomlagandan keyin qizlarni turmushga uzatib yuborishadi-ya? Qiz bola aslida 20 yoshdan o'tib oilaga tayyor bo'ladi-ku. Shungacha u o'qishi, hunar o'rganishi kerak emasmi? Mana men universitetda o'qib, shu yoshgacha erga tegmaganim uchun qancha g'iybatlarga mavzu bo'ldim. Xudoga shukr, sevgan yigitimga unashtirildim. To'ydan keyin shaharda yashayveramiz. Yillar o'tadi. Qishlog'imiz qizlari bizning yo'limizdan yurmagani uchun ko'p afsuslanadi hali. Lekin o'ng qulog'ing bilan ham, chap qulog'ing bilan ham eshit, Gulyuz. Shaharda seni bir yil olib qolish uchungina yolg'on gapiraman. Agar ikkinchi marta yiqilsang, mendan o'pkalama. Yana bir qattiq shartim, hech kim bilan sevishmaysan. Har bir qadamingga men javobgarman. Unutma. Tushga yaqin qishloqqa qo'ng'iroq qilishdi. Gulyuzning talaba bo'lganini eshitgan onasi o'zida yo'q sevindi. Otasi esa, "Mayli, shu qizim o'qisin", dedi salmoqlab. O'qish boshlanguncha u yoqda nima qiladi? Uyga kelsin, sentyabrga yaqin ketadi. Telefonni o'ziga beraman, gaplashing. Nafisa qishlog'ining mullasiga ortiq yolg'on gapirishga jur'at eta olmasdi. Go'shakni topshirdi. "Assalomu alaykum, ota." Gulyuzning tovushi eshitildi. "O'qishga o'tibsan, rahmat qizim", dedi mulla. "Ovozing buncha past, yo otam o'qitmaydi deb qo'rqayapsanmi?" Qizim, o'qitmasam Toshkentga imtihonga yuborarmidim. Enangning tushlariga har kuni kirib chiqyapsan. Seni hech o'zidan uzoqqa yubormagan ekanmi? Har xil yomon tushlar ko'rib, yo'lingga qarab o'tiribdi, uyga kel. Keyin Nafisa opang bilan yana jo'naysan. Ertasiga quyosh charaqlagan mahal Nafisa Gulyuzni bekatga kuzatib qo'ydi. Ular avtobus kutib, bir keksa odamning yoniga o'rindiqqa cho'kishdi. "Nafisa opa, Gulsaroy degan joyni eshitganmisiz?" deb so'radi Gulyuz gap orasida. "Eshitmaganman", dedi Nafisa. "Toshkentga yaqin qishloq deyishgandi. Nima qilasan u yerni?" "Shunchaki o'zim." Banogoh ularning gapini eshitib o'tirgan keksa kishi gap qo'shdi. "Gulsaroy degan qabriston bor. Hammasi eski mozorlar. Hozir o'lik qo'yilmaydi." Sovuq gap qizlarga yoqmadi. O'rnilaridan turib, nari ketishdi.